Ronaldo halok bo'lishi mumkin. Orangizda nega deyotganlar va hattoki meni ahmoqqa chiqarayotganlar ham bor. Gap shundaki, so'nggi vaqtlarda Ronaldo islom dinini qabul qilishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqaldi va bu haqiqatga juda yaqin. Sababi ko'plar biladiki, Ronaldo islom diniga bo'lgan hurmati katta. Gol urishidan oldin bismillah degan kadrlari tushib qolgani, jonli efirda inshaalloh degan gaplaridan boshlab Al Nasr jamoasidagilarni namozga chaqirishigacha hammaga ma'lum. Xo'sh, buni nima aloqasi bor deysizmi? Gap shundaki, hozirgi kunda Ronaldo dunyodagi eng mashhur shaxs hisoblanadi va uning uchun aqldan ozishga tayyor muxlislar millionlab. 15 yil avval xuddi shunday dunyoni ushlagan yana bir shaxs olamga islom dinini qabul qilganini e'lon qilmoqchi bo'lgan edi. Biroq u buni aytishga ulgurmay sirli tarzda olamdan o'tdi. Bu Michael Jackson. O'sha vaqt agar Michael buni e'lon qilganida uning ortidan millionlab g'ayri dinlar ham islomni qabul qilar edi. Bu esa musulmonlar soni oshishiga xizmat qiladi. Biroq buni istamaydigan va dunyoni barmog'ida o'ynatayotgan mana bu tashkilot bor va u istagan ishini hech qanday muammosiz qilishi mumkin. Hozirda Ronaldo ham o'z faoliyatida Michael darajasidagi inson va agar u ham islomni qabul qilib, uni dunyoga e'lon qilmoqchi bo'lsa, Ronaldo bilan ham shu hodisa sodir bo'lishi mumkin. Albatta bu shunchaki